O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i 1991-yil 18-noyabr kuni qabul qilingan. Bayrog'imizdagi har bir rang, har bir belgi o'ziga xos ma'noga egadir. Undagi moviy rang osmonimiz musaffoligi, tinchlik va umid ramzidir. Oq rang poklik, soflik va ezgulikka sadoqat ramzidir. Yashil rang yasharish va yangilanish ramzidir. Qizil chiziqlar tomirlarimizdagi ajdodlar qoni va mangulik timsolidir. Davlat bayrog'imizdagi 12 yulduz tasviri o'zbek xalq madaniyatining qadimiyligi, uning komillikka, o'z tuprog'ida saodatga intilish ramzidir. Navqiron yarim oy tasviri bizning tarixiy an'analarimiz bilan bog'liq. Ayni paytda qo'lga kiritilgan mustaqilligimiz ramzidir. O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'iga nisbatan hurmatni ta'minlagan holda unda jamoat joylarida, binolar va boshqa obyektlarda yashash yoki ish joylarida, shuningdek ularning tutash bo'lgan hududlari transport vositalarining salonida foydalanish mumkin. O'zbekiston Respublikasi chempionatlarining milliy terma jamoalari ishtirokida xalqaro sport musobaqalarini o'tkazish vaqtida hamda xalqaro sport musobaqalarining O'zbekiston Respublikasi sport terma jamoalari vakillari bo'lgan g'oliblarni mukofotlash marosimlarini o'tkazish vaqtida bayrog'imiz ko'tariladi. Qalbimizda to'la surur, to'tiyo yurt tuprog'i, hilpirab turar mag'rur O'zbekiston bayrog'i, rangi hayot misoli, yulduzlar hiloli, mustaqillik timsoli O'zbekiston bayrog'i.